Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Allah Teala'nın madadi bilan sizlar bilan Xolitin Mahmud Jahani Hafizahullahning Ramazonga tegishli bo'lgan kitoblarini dars qilayotgandik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni Alloh taolo davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. Alloh taolo bilganlarimizga amal qilishga tavfiq bersin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda Alloh taolo o'zi ixlos bersin. Mana bu Ramazonga tegishli bo'lgan masalalarni o'rganib, Ramazonni mana shu masalalar bilan, Ramazonga tegishli bo'lgan masalalar bilan Ramazonni kutib olishga Alloh taolo hammalarimizga o'zi muyassar qilsin. Mana bugun Jumadul Saniyning 5-kuni. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. O'tgangi darsimizda Ramazon oyida umra qilishlik, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan birga haj qilishlikka teng degan sallohani dars qilgan edik. Bunga Payg'ambar alayhisolamning Ibn Abbosdan rivoyat qilingan bir hadislarni dalil qilib keltirgan edi. Bugungi darsimiz mana shu to'xtalgan joyimizdan davom ettirib boshlaymiz. O'tganda mana shu sallohani bir o'qib qo'ygan edik. Keyingi darsimizda davom ettiramiz bu hadis bilan qo'shib deb. Bu salloh mana shu sallohdan boshlaymiz. Al-ajru fi Ramazon muda'af. Lidaka Nabiy sallallohu alayhi vasallam yukthiru min sadaqat fi. Mana bu sallohani zikr qilyapti. Bu sallohning ma'nosi Ramazon oyida ajr mukofotlar bir necha barobar ko'p qilib beriladi deyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu Ramazon oyida sadaqat, mana shu Ramazon oyida ajr mukofotlar bir necha barobar ko'paytirib berilishligini Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu oyda foydalanib sadaqatlarni ko'paytirar edi deb Payg'ambar alayhisolamning bir sifatlarini zikr qilyapti. Payg'ambar alayhisolam Ramazon oyi kelgan paytda sadaqatlarni ko'paytiradi. Sababi Ramazon oyida ajr savoblar bir necha barobar ko'paytirib beriladi. Masalan, siz Ramazon tashqari oyida bir amal qilsangiz 10 ta savob berilsa, Ramazonda 20 ta 30 ta bundan da ziyoda qilib Alloh taolo ko'p qilib beradi. Ya'ni biz tushunishimiz uchun men buni misol qilib keltiryapman, misol qilib aytyapman. Ajr mukofotlar bir necha barobar ko'p qilib beriladi. Mana Ramazon oyida mo'min kishi foydalanib qolishi kerak. Payg'ambar alayhisalom yaxshilar ko'p qilishligi hadisda keladi. Payg'ambar alayhisalom ar-rihul mursal deb kelgan. Ya'ni mursala xuddi esayotgan shamoldek payg'ambar harakat qilardi yaxshilarga. Shu darajada payg'ambar alayhisalom ko'p yaxshilar qilardi. aytadiki, yustahabbu lil muslimi ikthara min jami' anwa' al-ibadati fi Ramazon, li'anna Ramazon shahrun tatada'afu fihi al-ujur wal hasanat. Har bir musulmon kishi uchun Ramazon oyida ibodatlarning hamma turlarini ko'paytirishlik mustahab bo'ladi deyapti. Hamma ibodat, bitta ibodatni o'ziga cheklamaymiz, balki hamma ibodatlarni ko'paytiramiz. Chunki Ramazon oyida ajrlar va hasanatlar bir necha bor ko'p qilib beriladi deb aytyapti. Alloh taolo hammalarimizni mana shu Ramazon oyiga yetkazsin va Ramazon oyida yaxshilar ko'p qilishga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Ali ibn Abbos radhiyallohu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. من أبو حديث إمام بخاري ومسلم رواية قلنا رواه بخاري ومسلم من المتواتر حديث. ابن عباس radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning eng sahiy edi. Ajvadan nas, insonlarda eng sahiy edi Payg'ambar alayhisalom. Har taraflama Payg'ambar alayhisalom insonlarda eng sahiy edi. Va kana ajwadu ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril. Xosatan Ramazon oyida Jabroil farishta bilan ko'rishgan paytda Payg'ambar alayhisalom juda ham sahiy bo'lib ketardi. Aslida Payg'ambar alayhisalom inson eng sahiy edi. Lekin Ramazon oyida Jabroil farishta bilan ko'rishgan paytda Payg'ambar yanada sahiy bo'lib ketardi. Va kan yalqa fi kulli laylati fi Ramazon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida har kechada Jabroil farishta bilan ko'rishardi. Jabroil farishta Payg'ambar alayhisalom oldiga kelardi.
Yudarisuhul Qur'an, Jibril farishta Payg'ambar alayhisalom bilan Ramazon oyida Qur'ondan dars qilardi. Payg'ambar alayhisalom mana siratlarga keladi. Jibril farishtaga Qur'on o'qib berardi. Qur'ondan dars qilishardi. Fa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajwadu bil khayr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikka juda ham saxovatli edi payg'ambar, yaxshilik qilishlikka. Minar rihil mursal, mana boya aytgan hadisimiz, payg'ambar alayhisalom esayotgan shamolday bo'lardi. Ya'ni yaxshiliklar qilishlikka juda ham sahih bo'lardiki, go'yoki bir esayotgan shamolga o'xshardi deydi. Mana bu hadisdan bir qancha foyda olishimiz kerak. Birinchisi ajvadan nas. Payg'ambar alayhisalom insonlar eng sahih edi deyapti. Ve Payg'ambar alayhisalom ummatiman deb da'vo qilamiz. Mana shu davomimizda haqiqiy bo'lishlik uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'xshash sahih inson bo'lishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom demak sifatlardan bittasi insonlar eng sahih edi deyapti. Biz ham payg'ambarimizga o'xshash sahih bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Mana Ramazon oyi kelganda payg'ambar alayhisalom yaxshiliklar ko'paytirardi. Mana bizlar ham Ramazon oyi kelganda yaxshiliklar ko'paytirishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalomga o'xshash. Uchinchi foyda, Ramazon oyida har kechada Jibril farishta men dars qilardim deydi. Mana bundan ulamolar bir qancha foydalar olishgan. Imom Navoiy rahimahulloh buni zikr qilgan, mana shu hadis sharhlab aytgan. Mana shu hadisning sharhida payg'ambar alayhisalom Ramazon har kechasi Jibril farishta dars qilar deganda, mana shundan foyda olib turib, ya'ni masalan siz boshqa birodaringiz bilan yoki ustozlar bilan Qur'on darsini ko'paytirishingiz kerak. Masalan, siz boshqa birodaringizga masalan Qur'on o'qib bering, u sizga o'qib beradi. Ya'ni Ramazon oyida ko'p Qur'on bilan mashg'ul bo'lish kerak yoki ustozlar tafsir darslariga qatnashish kerak. Yoki masalan bugungi kunda masalan internetlarda ustozlar tafsirdan dars qilgan darslari bor, shulardan kuniga eshitish kerak. Mana shunday darslar bor, kuniga bir paradan Qur'ondan tafsir qilingan darslar bor. Kuniga Ramazon 30 kunda 30 para Qur'on tafsir qilingan. Ya'ni ustozlar shogirdlarga tarjima qilib aytib bergan. Ashuni masalan bir soat, 1,5 soatdan dars qilingan. Yengil tarjimasini aytib, biroz bir tafsir qilib ketilgan. Ya'ni ko'p tafsir qilinmagan, shu 1 soat, 1,5 soat darslar qilingan. Inshaalloh Ramazon oyida Qur'onni bir lafzini bir tafsir qilishga niyat turibmiz. Inshaalloh Alloh taolo o'zini shunga yetkazsin. Demoqchi bo'lganim, shunaqa ustozlar darslari bor. Kim ixtiyor qilsa Ramazon oyida shuni eshitib chiqsa bo'ladi. Kuniga masalan bir paradan eshitsa, bir para dars qilingan. Ramazon oyida bir o'tib qoladi. Ma'nolarni eshitib, ham juda ham iymonni quvvatlantiradigan darslardan biri. Bu ham Qur'on darsi, Qur'on tarjima darsi, Qur'on tafsir darsi. Ramazon oyida demak Qur'onni ko'p dars qilishimiz kerak. 3-foyda. 4-foyda payg'ambar alayhisalom esayotgan shamolday harakat qiladi yaxshilarga deyapti. Bizlar ham shoshilib harakat qilishimiz kerak yaxshilarga. Sadoqatlar qilaylik. Qarindoshlarga sila rahim qilishimiz kerak. Birodarlar bilan sila rahim qilishimiz kerak. Birodarlar bilan ko'p yaqin bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Qur'on o'qishimiz kerak, nafl namozlar ko'paytirishimiz kerak, qo'shnilarga yaxshilik qilib, birodarlarga yaxshilik qilib, yaxshi amallarni ko'paytirishimiz kerak. Fa hada hadis fihi an Nabiy sallallohu alayhi vasallam shayat aytibdiki, mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saxovat va infoqni ko'paytiradi deyapti. Kana kathirul judi va infoq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisni sharhlab aytibdiki, saxovat bu saxovatlikni va infoqni Rasululloh ko'paytirardi deyapti. Va kan aksar yajudu yatasaddaqu fi shahr Ramazon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida sadaqatlarni ko'paytirardi, sadaqa qilishni ko'paytirardi va sahih bo'lishini payg'ambar alayhisalom ko'paytirardi. Li'anna al-ibadatu fi Ramazon ajruha mudha'af. Chunki Ramazon oyidagi ibodat uning ajri bir necha bor ko'paytirib beriladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom Ramazon oyida ko'p amallar ko'paytirardi. Lizalika yustahabbu lil-muslim an yakthura min ibadati fi Ramazon la sima as-sadaqa.
musulmon kishi uchun mustahab bo'ladi, musulmon kishi uchun yaxshi bo'ladiki, Ramazon oyida ibodatlarni ko'paytirishlik. Ko'p yaxshiliklar bor musulmon insonga. Yaxshiliklar Ramazon oyida ibodatlar ko'paytirishlik. Aytayaptiki, xosatan sadaqa qilishni ko'paytirish kerak deyapti. Mana iftorlar qilib berishlik. Iftorlikda ikki xil turda iftorlik qilib bersa bo'ladi. Masalan, taom qilib pishirib chaqirsangiz bo'ladi yoki mana shu taomni pishirmay bersangiz bo'ladi. Yoki pulini bersangiz bo'ladi. Mana shunga o'zi xohlagan narsasini olib yeydi. Har birimiz niyat qilib qo'yaylikki, mana oldimizda Ramazon oyi turibdi, mana shunday yaxshi sadaqatlarni, ya'ni xosatan sadaqat deyapman. Sadaqatlarga niyat qilaylik. Ramazon oyida qo'ldan kelishicha musulmonlarga sadaqatlar qilsak, ya'ni qiylangan musulmonlarga. Qala Navaviy rahimahulloh, hadal hadis fihi fawaid minha. Imom Navaviy rahimahulloh aytadilarki, mana bu hadisda bir qancha foydalar bor deydi. Mana shulardan birinchisi bayonu azmi judi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Birinchisi Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxovati buyuk ekanligini bayoni. Birinchi foyda. Birinchi foyda nima ekan? Payg'ambar alayhisalom sahiyligi buyuk. Payg'ambar shu darajadaki har ibodatning turida Payg'ambar alayhisalom ibrat bizga. Har holatda ibrat Payg'ambar alayhisalom. Dunyo bo'lsin, din bo'lsin, Payg'ambar alayhisalom har tarafdan bizga namuna ibrat Payg'ambar alayhisalom. Ikkinchisi istihbab liktar judi fi Ramazon. Ikkinchi foyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ikkinchi foyda Ramazon oyida yaxshilar ko'paytirishlik mustahab ekanligi. Ikkinchi foyda nima ekan? Ikkinchi foyda Ramazon oyida sahiylikni ko'paytirishlik mustahab ekanligi. Uchinchisi ziyadatu judi val khayr inda mulaqatul solihin va aqbu firaqihim lita'athuri biliqa'ihim fa inna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana idha iltaqa Jibril alayhi salam akthar min khayr va sadaqa. Uchinchi foyda saxovatni ziyoda qilishlik, ko'paytirishlik va yaxshilikni ko'paytirishlik solih kishilar bilan uchrashgan paytda. Solih kishilar bilan uchrashgan paytda yaxshiliklarni va saxovatni ko'paytirishlik. Masalan, siz bir taqvodor birodaringizni ko'rsangiz, uni ko'rib, ibodatlarini ko'rib, sizda masalan rag'bat paydo bo'ladi ibodat qilishlikka. Mana shu ya'ni yaxshi, buni hech qanday shariatda qoralanmaydi. Sen boshqa birovni ko'rib turib, ibodatga sen rag'bat qilyapsan deb ayblanmaydi. Payg'ambar alayhisalom ham Jabroil alayhisalomni ko'rishgan paytda ibodatlarni kuchaytirgan payg'ambarimiz. Bu yaxshilik alomati. Va aqbu firaqihim, ulardan ajrashgandan keyin ham, ular bilan xayrlashgandan keyin ham buni insonda asari qoladi. Ya'ni Ramazon ibodatda yana mustahkam bo'lishlik. Masalan, bir birodaringiz bilan bir etikaf o'tirdingiz, Ramazon oyida bir birga bo'ldingiz, darslarni eshitdingiz. Ana shu paytda iymoningizni baquvvatlash, yaxshi amallar qilasiz. Endi ular ham masalan Ramazon oyi tugab etikafdan masalan uylariga ketadi. Masalan, darslar ham masalan Ramazon oyidan keyin Ramazondaqa darslar bo'lmaydi, masalan. Ramazon oyida masalan ora kunda bir dars bo'layotgan bo'lsa, Ramazondan keyin masalan haftasiga bir marta, ikki marta bo'lishi mumkin. Shunday qolgan o'rtada uzilishlik bo'ladi. Aqbu firaqihim degan so'zga misol keltiryapman. O'rtada uzilishlik bo'ladi. Shunda ham inson ulardan keyin ham ibodatni ziyoda qilishlik insonda bu narsa qoladi, ya'ni foydasi bo'ladi. Ta'assur biliqahim, ular bilan uchrashlik bilan insonda ta'sir o'tadi. Solih odamlar bilan uchrashlik bilan insonning shunday ta'siri bo'ladi. Fa inna nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana payg'ambar alayhisalom ham qachon Jabroil alayhisalom bilan uchrashgan paytda aksar min sadaqat va min xayr va sadaqat deyapti. Yaxshiliklar va sadaqatlarni ko'paytiradi payg'ambarimiz. Payg'ambarimizga ham Jabroil alayhisalom uchrashgan paytda buning ta'siri bo'lgan. To'rtinchi foyda istihbab mudarasatul Qur'an lisima fi Ramazon. To'rtinchi foyda Qur'on darsini mustahab ekanligi Ramazon oyida. Qur'on darsi mustahab ekanligi, ya'ni yaxshi ekanligi. Lisima fi Ramazon, xosatan Ramazon oyida, ya'ni xosatan Ramazon oyida Qur'on darsini ko'paytirishlik kerak. Qur'on dars qilishlik mustahab ekanligi va xosatan Ramazon oyida Qur'on darsini ko'paytirish kerak deyapman. To'rtinchi foydada. Imom Navoiy rahimahulloh mana bu hadisga to'rtta foydani keltirgan. Alloh taolo hammalarimizni mana shu foydadan Alloh taolo foydalantirsin.
Mana birodarlar, Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Xalid Mahmud Juhani hafizahullohning kitoblaridan Ramazonga tegishli bo'lgan kitoblardan darsni boshlagan edik. Darsimiz al-bahs al-avval fado shahr Ramazon. Birinchi mavzuda Ramazon oyining fazilatlari mavzusini dars qilayotgan edik. Alhamdulillah, mana birinchi mavzu tugadi, Ramazon oyining fazilatlari. Inshaalloh keyingi darsimizda al-bahs al-sani, ikkinchi mavzuda fadoil siyam, ro'zaning fazilatlari haqida darsni boshlaymiz inshaalloh. Alloh taolo madadi bilan birinchi mavzumiz tugadi. Endi inshaalloh keyingi darsimizda ikkinchi mavzudan boshlaymiz. Ikkinchi mavzumiz fazoil siyam, ya'ni ro'zaning fazilatlari haqida. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarni davomli qilsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni Alloh taolo hayot darsimizga aylantirsin. O'rganayotgan masalalarimizga amal qilishga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo mana bu qilayotgan darslarimizni Alloh taolo o'zi davomli qilsin.